sizlarga mana emasman. Mani ba'zi birlaringda yoshim sal kattaroq bo'lsa kerak. Ey qarisiman deyvergili. Voy ovozingni o'chirtashdi. Mana aybdor emasman onajon. Manda ayb yo'q edi. Anilari salomda haydab chiqarlar. Nima ya? O'zingni bosingchi. Ana, ko'ring. Seviyasiz yaramaslar. Shunday xabarni xonadonni jinni bozor qilyapsanlar-ku. Bu boshqa qanday keldi, ha? Bunaqa qadar rahmatli azimshir, ko'rdi so'radi-ku. Bu mana o'sha kimdan chiqdi? Ha? Gapirdingmi, ishlaganmisanlar? Mendan chiqdi. To'g'ri aytgan. Qo'sha birinchi bo'lib o'zi kiyib bordi. Keyin aytgan amaliyot qildi, birodizmi? Keyin mana muzeyasini qo'yardi. Va shunaqa qiyomat boshlandi oilaga. Naqd deb qarab. Sotdi. Bu maynavorchilik kimdan chiqqanini endi bildim. Bemaza bilan podani qo'rqatadi deb shuni aytishadi-da. Nima qilib qo'yimman? Bu holizga ozgina bo'lsa ham toza havo kiritganimmi? Bular ham o'ylashi kerak-ku. Nima? To'g'ri-da, oyi. Ro'z. Oyijon, axir yolg'izmiz-ku, erkaklar ham yo'q uyda. Hali shunaqa deylar. Bo'pti. Mayli, marhamat. Bular hunarlaringni ko'rib qo'yingchi. Sotdi, ana u quloqlarni burab qo'y. Mahallada 248-bog'chada Navro'z sayli bo'layotgan ekan. O'ynab kelayotgan bo'lsa, qani o'sha yerda bir sahnada o'ynab beringlar, qani yurib sotdi.